ishda xayr bor deyishadi. Hozir qanaqa xayr borligini sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Bizning bemorimiz bizning konsultatsiyaga 6 yillik ikkilamchi bepushtlik bilan murojaat qilib keldilar. Bemorimiz eng qizig'i shu bemorimiz bizni konsultatsiyamizga bir necha marta yozdirganlar, lekin kela olmaganlar. Har xil sabablar bo'lgan. Har bir ishda xayr bor deyishadi. Hozir qanaqa xayr borligini sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Demak, mana bemorimizni 6 yildan beri homilador bo'lolmayaptilar. Bu yerda mana bugun уже ayzlardagi chiqish bilan murojaat qilib keldilar. Nekiz bilan ko'rsatki, mana homiladorlik Alloh mahkamidan bersin. Mana Bachadonda ishda mana homila xalqachasi, mana homila, mana o'sha brilliantli uzuk berdi. Mana bu yerda qimirlayotgan narsa bu homilani yurak urishi. Mana yaxshi uryapti yurakchasi. Alloh mahkamidan bersin. Besamon qo'llariga olishlarini so'rab qolamiz. Hali konsultatsiyaga kelmaganliklarini ham sababi bor ekan. Mana Alloh u kishiga tabiiy homilador bo'lishini nasib etibdi. Salomat bo'ling.